Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizden işkence mavzusu. Prezident Trump. Prezident Trump almış şirketini Amerika'da zavod kuruşka çağırık kıl. Geçirin la. Prezident Trump almış şirketini Amerika'da zavod kuruşka çağırık kıl. Mavzuda haber 9. ayının 9. gün Amerika avazı Xitay tili programı ilan kılındı. Haber. Mundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 9 ayının 8 günü yani shanba günü almış şirketining Amerikada zavod qurib, almış şirketi mahsulotlarini ishlab chiqarish chaqiriq qildi. Bundan burun almış şirketi mundaq ko'rsatgan: agar Amerika Jungodan import qilingan tovar mallarga yangi tamoyna beji qo'yadigan bo'lsa, almış şirketinin kısmen mahsulotlarının bahası örleydi. Prezident Trump şenbe günü tushdan burun Twitter'da fikir kaldırıp mundaq ko'rsatdi: biz Jungodan import qilingan tovar mallarga zo'r ko'lamda boj qo'yganligimizdan almış şirketi mahsulotlarının bahası o'sadigan bo'lsa, hal qilishning o'ng'ay chorasi shundoq bo'ladiki, bajsiz ishlab chiqaribla qolmay, baj elishni e'tibor berib rag'batlantiramiz. Shunlashqa sizlar Jungoda ishlab chiqarmay, mahsulotlarni Amerikada ishlab chiqarish uchun Amerikada zavod quringlar. Bu siyosatda intayin ig'ir gapchimi? Bunda aytganda almış şirketining Jungo bilan bo'lgan munosabat doirasidan qayergacha belgili bo'lmaydi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti o'z og'zi bilan hozir almış şirketini Jungodan chekinib chiqinglar dedi. Hozir angladinglar. Undaqda Jungo Amerika munosabati dalmish paytda qaysi holga keldi. Prezident Trump haftaning 5 kuni mundaq ko'rsatgan: allaqachon tilga olgan 200 milliard dollarlik tovar mallarga boj qo'yishdan boshqa, ya'ni Jungodan import qilingan 200 milliard 670 milyon dollarlik. Mushu o'ttiring so'z degan leksiyamda mushu 670 milyon dollar degan so'z mening og'zimdan 760 milyon dollar deb chiqib ketib qopti. Tuzitib anglanglar vatandoshlar. Bu asosan 200 milyard 670 milyon dollarlık. Tovar mallarga yangidan boj qo'yamiz. Arqadilla almış şirketi bayanat e'lon qilib, boj qo'yish, almış şirketi mahsulotlarining bahosini o'riltib etadi degan. Bayanat yana mundaq ko'rsatgan: Amerika planlayotgan yangi boj qo'yiladigan tovar mahsulotlarining ichida almış şirketining mahsulotlari bor edi. Masalan, alma qo'l soati degandek, alma AirPods degandek mushu mahsulotlarni bu qatimqi boj qo'yishning ichiga kirishi mumkin edi. Prezident Trump qat'iy niyat keldi. Yana bir yangi mavzu. Prezident Trump qat'iy niyat keldi. Xi Jinping mi boş kelmaydi. Mavzuda xabar 9 ayının 8 günü Chongxi Lichter gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı: Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo bilan savdo urushi qilishga qat'iy niyatga keldi. Her ikki davlatning ro'yi tayyorligi bor. İki davlat rahbarlari oxirigacha elishadigan qiladi. Prezident Trump savdo urushini cheksiz tutqiga ko'targanda boj qo'yish, Jungodan import qilingan tovar mallarni o'z ichiga oladi. Jungoning tovar mahsulotlaridan birisimi boj qo'yishdan qochib qutula olmaydi. Intayin cho'chiydigan bir ishga bor. Xabar yozdi. Shunday deydi: Amerika to'rbiti Inform mundaq xabar qildi: Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bir necha kun ichida 200 milliardlik Jungo tovarlarga boj qo'yish tadbirlarini yo'lga qo'ydi.
belki soda uruşunun 3. dolqını pat arada yetip geledi. Belki soda uruşunun 3. dolqını pat arada yetip geledi. Cungo'dan import kılıngan 200 milyard 670 milyon dollarlık tuvar mallarga yeniden baj koydu. Prezident Trump'nın Cungo tuvarlarga baj koyuşu Cungo şirketlerinin Amerika'nın texnikasini oğurlaşını to'xtatishga mecburlaş. Cungo şirketlerini Amerika'nın texnikasini oğurlaşını to'xtatishga mecburlaş. Şundaqla Amerika şirketlerinin soda məxfiyyətliklərini almashtırış şart qilib, Cungo'nun bazara kirish fursatlarini cheklash. Baştan sözlep kelyapmizgo, ama sen texnikini ötünüp bersen, Cungo'nun bazara kirasan. Ötenmesen kirmeysen, ötünüp bermesen kirmeysen. Muşlarını cheklash, Cungo'nun muşqiliklarini cheklash. Şunlaşqa Prezident Trump bu qatam soda uruşunu cheksiz tutquga ko'tardi. Eng oxiri shundaq bo'ldi ki, Cungo'dan import qilinadigan barliq yo'q tuvar mallardan yo'q normada bajelinadi. Ondaqda Amerika Cungo soda uruşu misli ko'rilmagan bir darajaga yetib keldi. Cornell Üniversitesi İqtisadşünası Eswar Parsat mundaq dedi. Prezident Trump'ın sözleri, hareketleri delilledi ki Cungo tez pükmügüce soda uruşunu to'xtatmaydi. Prezident Trump'ın sözleri, hareketleri delilledi ki Cungo tez pükmügüce Prezident Trump soda uruşunu to'xtatmaydi. Cungo'nun reisi Xi Jinping mu herkes yol koymayman deb ko'rsatdi. Qaraganda ikki taraf bir-biriga zarba beradigan yo'llarni ko'paytirib atadi. Qaraganda ikki taraf, ya'ni Cungo Amerika bir-biriga zarba beradigan yo'llarni ko'paytirib atadi.